Bugun yangi O'zbekistonda buyuk ajdodlarimiz ilmiy ma'naviy merosini chuqur o'rganish, islom sivilizatsiyasining insonparvarlik, tinchlikparvarlik va ma'rifatparvarlik g'oyalarini xalqaro maydonda keng targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tgan Termiz hadis maktabi, allomalar merosi va zamonaviy tadqiqotlar mavzusida xalqaro ilmiy konferensiya ham savobi salmog'idan kam bo'lmagan ana shunday ezgu ishlarning mantiqiy davomidir. Islom sivilizatsiyasi tinchlik, bag'rikenglik va ilm-ma'rifat yo'li mavzusidagi birinchi xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi ishtirokchilari bugun Termiz shahriga yetib kelishdi. Biz hozir Termiz shahridagi Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazidamiz. Konferensiyada dunyoning 10 dan ortiq davlati, jumladan Iordaniya, Buyuk Britaniya, Hindiston, Jazoir, Italiya, Misr, Turkiya hamda Markaziy Osiyo mamlakatlaridan 25 nafarga yaqin islom olamining taniqli ulamolari, musulmon mamlakatlari muftiylari, davlat va jamoat arboblari ishtirok etdi. Hurmatli ulamolar, muhtaram mehmonlar hamda xorijiy delegatsiya vakillari, aziz ustozlar. Barchangizni birinchi xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi doirasida o'tkazilayotgan Termiz hadis maktabi ulamolar merosi zamonaviy tadqiqotlar mavzusidagi konferensiyada qadim navqiron Termiz shahrida ko'rib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Konferensiyaning yalpi majlisi Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida bo'lib o'tdi. Unda qadimgi Termizda shakllangan hadisshunoslik maktabining ilmiy an'analari, Imom Termiziy va vohidan yetishib chiqqan boshqa allomalarning islom sivilizatsiyasi taraqqiyotiga qo'shgan hissasi, ularning boy merosini o'rganish va keng targ'ib qilish masalalari muhokama qilindi. Büyük alimlerin eserlerini neşretmek, basmak, yazmalarını bir araya getirmek ve